Bugun poytaxtimizda bolalar tibbiyotidagi innovatsion texnologiyalar mavzusida xalqaro forum ham bo'lib o'tmoqda. Ushbu tadbir Bolalar milliy tibbiyot markazi tashkil etilganining 5 yilligiga bag'ishlangan bo'lib, ayni daqiqalarda jarayonlardan muxbirimiz jonli efirda xabar berishga tayyor, ular bilan bog'lanamiz. Marhamat. G'olibjon rahmat, assalomu alaykum barchangizga. 2020-yil davlatimiz rahbar tashabbusi bilan tashkil etilgan Bolalar tibbiyot markazi 5 yoshga to'ldi. O'tgan 5 yil davomida ushbu markaz nafaqat O'zbekistonda, balki mintaqada o'zini ko'rsata oldi. Murakkab jarrohlik amaliyotlari, yuqori texnologik amaliyotlar O'zbekistonda ilk bor ana shu markazda tashkil etildi. 20 mingdan ziyod jarrohlik amaliyotlari o'tkazildi o'tgan 5 yil davomida va shularning aynan 15 mingdan ziyodi yuqori texnologik amaliyotlar. O'tgan davr davomida erishilgan yutuqlar va kelgusidagi rejalar bugun tahlil etilyapti. Poytaxtimizda o'tkazilayotgan xalqaro forum aynan shu mavzuga bag'ishlandi, ya'ni bolalar tibbiyotida innovatsion texnologiyalar, rivojlangan davlatlar tajribasida erishilgan yutuqlar O'zbekistonda sinab ko'rilyapti va O'zbekistonga olib kelinyapti. 10 dan ziyod xorijiy davlatlardan kelgan sohaning professional mutaxassislari bugun O'zbekistonda davlatimiz rahbar tashabbusi bilan tibbiyot sohasiga, sog'liqni saqlash sohasiga qaratilayotgan e'tibor, bolalar kasalliklarining profilaktikasi, diagnostikasi, davolash, tashxislash bo'yicha erishilgan tajribalarni muhokama qilishmoqda. Bizda suhbatdoshimiz bor, Bolalar tibbiyot markazi gematoonkologiya bo'limi rahbari Kamol aka Iskandarov. Kamol aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Umuman bugun saraton kasalliklari, umuman gematologiya bo'yicha ham juda ko'plab yutuqlarga erishdi O'zbekiston deya olamiz. Aynan bolalar kasalliklarida siz faoliyat yuritayotgan markazda qanday ishlar qilindi bolalar kasalliklarini davolash bo'yicha, saraton kasalliklarini davolash bo'yicha? Hozir mana Bolalar milliy tibbiyot markazida biz gematoonkologiya bo'limida shu 5 yil davomida juda katta ishlarni qildik. Birinchi o'rinda o'sha zamonaviy ximioterapiyasini o'tkazishdi. Undan keyin yuqori dozali kimyoviy davo o'tkazishni yo'lga qo'ydik. Oxirgi 2 yil ichida O'zbekistonimizda bolalarda birinchi marta suyak iligi transplantatsiyasini bajardik. Hozirgacha biz 22 ta bemorga suyak iligi transplantatsiyasini bajarganmiz. Shundan 18 tasi avtologik, 4 tasi allogen transplantatsiya. Barcha operatsiya muolajalari muvaffaqiyatli bajarilgan. Xudo xolasa bu yil undan ham ko'p yangiliklar qilish niyatimiz bor. Xudo xolasa o'zimiz kelajakda juda ham katta rejalarimiz bor. Rahmat ma'lumotlaringiz uchun. Turkiyadan, Amerika Qo'shma Shtatlari, Xitoy, Hindiston kabi ko'plab davlatlardan kelgan soha mutaxassislari bugun O'zbekiston tibbiyoti erishayotgan yutuqlarga e'tibor qaratishyapti va oldinda turgan marralar bundan-da katta olinyapti. Oldindagi rejalar bundan-da katta. Rivojlangan davlatlarning tajribasi o'rganilyapti bugun O'zbekistonda ham. Yuqori texnologik amaliyotlarni bundan-da kuchaytirish, kungacha 20 mingdan ziyod 5 yil ichida amaliyotlar o'tkazilgan bo'lsa, endi ularning nafaqat sonini, balki sifatini ham yuqori darajaga olib chiqish reja qilinyapti va konferensiyani tashkil etishdan ko'zlangan maqsad shu: hamkorlikni rivojlantirish, xorijdagi o'sha mana degan klinikalardan kelgan shifokorlar bilan hamkorlikni rivojlantirish, yuqori texnologik amaliyotlarni yanada son jihatdan, sifat jihatdan kuchaytirishdan iborat. Jarayonlar qizg'in davom etmoqda. Panel sessiyalarga bo'lingan holda hozir konferensiya o'z ishini davom ettirmoqda. Bu bo'yicha biz yana ma'lumot beramiz. Bolalar tibbiyotidagi innovatsion texnologiyalar mavzusidagi xalqaro forum jarayonlaridan hamkasbimiz Azima Qiyosova to'g'ridan to'g'ri efirda bo'ldilar. Dasturimiz davom etadi.